Zakot ham aytib o'tilganimizdek muayyan toifalarga beriladi. Bu toifa deganimizda bizi tilda aytganda kambag'al miskinlarda haqqi bo'ladi. Zakotni masjid qurilishiga, zakotni ko'chani asfalt qilishga, suv chiqarishga yoki shunga o'xshagan ishlarga sarflab bo'lmaydi. Zakot shaxslarning haqqi hisoblanadi. Rasulimiz sollallohu alayhi va sallam Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu ni Yamanga yuborib turganlarida u zotga alohida aytganlarki, ulardan zakot olasan deganlar. Bu zakotni qanday olasan deganlarda tu'khadhu min aghniyaihim va turaddu ala fuqaraihim deganlar. Zakotni boylardan olib kambag'allarga berasan deganlar. Mana shu hadisga muvofiq ulamolarimiz, faqihlarimiz bir shahardagi boy inson zakotini o'zini shaharidan boshqa joyga olib chiqib berishini Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu ning hadisiga ko'ra boshqa shaharga olib chiqib berishini makruh deydi. Ya'ni mana shu joyda kambag'alini haqqi. Bugun endi afsuski ba'zi bir holatlarda ko'rib qolyapmizki, ijtimoiy tarmoqlarda zakotingizni bizga bering, biz talab ilmlarga beramiz, yo qanaqadir qiynalganlarga beramiz, biz joyiga yetkazib berib borishini kafolatlaymiz deyapti. Afsuski bu aytilayotgan va'dalarni aksarida din dushmanlari tomonidan musulmonlarda mana shunaqangi hiyla yo'li bilan eng muqaddas bir shior bo'lgan zakot amalida ham yolg'on firibgarlik aralashayotganligiga guvoh bo'lyapmiz. Zakot berayotganimizda mana shu nuqtaga e'tibor berishimiz kerak. Eng asosiy ishimiz zakotni beryapmizmi, joyiga yetib borishligiga harakat qilishimiz kerak. Zakot joyiga yetib borsin. Eng avvalo o'zimizni mahallamizdan boshlashimiz kerak. O'zimizni qarindoshlarimiz, o'zimizni yaqinlarimiz, o'zimizni mahallamiz, o'zimizni qishlog'imiz, o'zimizni shahrimizdan boshlashimiz kerak. Ortib qolgan taqdirda keyin bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa boshqa shaharda qarindoshimiz bo'lishi mumkin. Shunda mayli mumkindir. Lekin o'zimiz bilmagan, tanimagan, ko'rmagan ijtimoiy tarmoqlardagi video, audio yoki shunga o'xshagan xabarlarga ishonib zakotni berib olmaslik kerak. Mana shu narsadan ogohlantirgan bo'lardi. Va biz so'ragan bo'lardikki, jamiyatimizda bugun zakotga muhtoj bo'lib qolgan oilalar juda ham ko'p. Boshiga bir musibat tushgan, kasallikka yo'liqqan, pul topa olmasdan zor bo'lib yurgan odamlar qancha. Boshiga bir musibat tushib, uyi yonib ketgan, bir qiyinchilikka tushib qolganlar bor. Demak, o'zimizni jamiyatimizga e'tibor bersak, har bir mahallada agar qidiradigan bo'lsak faqirlar bor. O'sha faqirlarni topib berishimiz kerak. Yoki bo'lmasa bugun biz yana so'ragan bo'lardikki, turli oliygohlarda o'qiyotgan talabalar bor. Shartnoma puliga, kontrakt puli deydi, kontrakt puliga qiynalayotgan talablar bor. Madrasalarda talaba tahsil olayotgan talablarimiz bor. Mana shu talablarga ham zakotimizni berishimiz to'g'ri bo'ladi. Qo'ying o Turkiya, qo'ying Misr yo boshqa joylar. Mana o'zimizda oliygohlar bor. Shu joylarda bizga ora-orada kelib qoladi bolalar. Shu kontrakt puliga qiynalib qolgan, o'qishini to'xtatadi kerak bo'lsa, majbur bo'ladi o'qishini to'xtatadi. Shularga yordam berish eng zaruriy, eng keragi bo'ladi.